Toshkentda tekinga sushi yemoqchimisizlar? Unda shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani, ketdi. Sushi Wokmaster restorani O'zbekistondagi top sushi restoranlaridan biri hisoblanadi. Bu joyda sizlar haqiqiy Yaponiya atmosferasini his qilsanglar bo'ladi. Sizlarga haqiqiy samuraylar tomonidan bomba sushi va rollar tayyorlanadi. Bu oilaviy restoran bo'lgani uchun yosh bolalar maydonchasi mavjud. Kattaroq bolalar uchun har yakshanba master-klasslar o'tkaziladi. Bolalarga qiziqib, biz ham o'zimiz stilda kimzor sushi qilishga o'ynadik. Lekin ikkalamizniki ham o'xshamadi. O'xshamagan sushilarimizni ustoz shef tog'alab berdilar. Qani, dasturxonga marhamat. Sushi Wokmasterdan Set 5 xitob. Hop, mana master-klass ko'rsatamiz. ustoz shef boshlaydi. Nima qarab? Mazza qilib sushi yozamiz, shirinligini. Bilasizlarmi, shu sushini sizlar mutlaqo bepul yuta olishinglar mumkin. Hozir Sushi Wokmasterda rozыгрыш ketyapti. Shartlari ham oson. Sushi Wokmaster Senyorita kanaliga podpisatsiya qilib qo'yishingiz kerak. Kommentariyada 3-4 tog'iylarni belgilaysizlar. Va shu videoni storiesga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'ringa 5 xitob seti, ko'rib turganingiz. Ikkinchi o'ringa Одинокий samuray seti. yolg'izlar uchun. Uchinchi o'ringa pepperoni pizzasini Bepulga yuta olishinglar mumkin. topalar. Bunaqa mazzadan quruq qolib ketmanglar. Voy-vo, ko'p narsa aytib tashamiz. Jaqimmat bo'lib ketmaydimi? Yo'q, bu joy bilmaysanmi? Narxlar juda ham hamyonbop. Undan tashqari, постоянный klientlar uchun o'zining diskont kartalari ham bor. Bu karta orqali o'zingizga skidka olishingiz mumkin. Yana podarkalar ham qo'shib berishadi. O'zingizda rozыгрышlar ko'p ketadi. Rozыгрыshi ham bor. Sizlarni Sushi Wokmasterda kutamiz. Kelinglar.